Assalomu alaykum guys, yaxshimisizlar? Xo'p, hech qisqichbaqalar haqida eshitganmisizlar? Menimcha bilasizlar, eshitgansizlar, ha, qisqichbaqalar. Ayrimlar yeydi, sohillarda bo'ladi deyiladi-ku. Bilsalaringiz, juda ham ko'p tadqiqotchilar aynan qisqichbaqalar ustida deylik tadqiqot o'tkazishadi, insonni psixologiyasini yaxshiroq tushunish uchun. Chunki qisqichbaqalarda juda ham ko'p hayotini jihatlari, qanday yashashi, qanday fikrlashi insonlarga o'xshash. Men sizga shundan bitta misol keltirmoqchiman. Men shuni o'sha narsa orqali juda ham ko'p men o'zimni hayotimdan narsalarni o'rganib olgan narsam bor. Xo'p, qisqichbaqalarda xuddi toshbaqalar kabi ma'lum bir miqdorda qobiq bo'ladi. Ma'lum bir qobiqning ichida yashaydi. Xuddi toshbaqalar ham xuddi shunaqa. Lekin toshbaqalardan farqli o'laroq qisqichbaqalarda qobig'i kengaymaydi. Toshbaqalar o'zlarini yoshi ortib boraverishi bilan, toshbaqa o'sib boraverishi bilan toshbaqani qobig'i ham kengayib boraveradi. Shuning ham toshbaqani qobig'i unga hech qanaqa ziyon yetkazmaydi, uni faqatgina tashqi omillardan himoya qiladi xolos. Lekin qisqichbaqada unaqa bo'lmaydi. Qisqichbaqada qobiq birozga o'sgandan keyin qotadi va endi kengayishdan to'xtaydi. Lekin qisqichbaqa o'sishda davom etadi. Qisqichbaqani organizmlari o'sishda davom etadi. Qisqichbaqani oyog'i, qo'li, deylik boshi, hamma narsasi kengayishda davom etadi-yu, lekin qobiq kengaymaydi. Endi qisqichbaqa nima qiladi? Qisqichbaqada o'sha vaziyatda yagona tanlov qoladi. U yoki shunchaki kutib o'lish kerak, chunki qobiq kengaygani yo'q, uni tanasi kengayib boryapti. Shundan ham organizmlar siqilib yoki o'lishini kutish kerak, yoki u o'zi to'ygunicha, bukkunicha suv ichadi o'zini majburlab va shu orqali qotib qolgan qobiqni yorib yuboradi. Va qotib qolgan qobiq yorilgandan keyingina unda yangi qobiq chiqadi va o'sha yangi qobiq uni tanasiga mos keladi. Va bilasizmi, bitta qisqichbaqa umri davomida necha marta xuddi mana shu jarayonni boshdan kechiradi? Taxminan 5-6 yil ichida o'rtacha qisqichbaqa taxminan 23 marta eski qobig'ini majburlab o'zini suvga buktirish orqali yoradi va yangi qobiq chiqaradi. Va eng ko'pi bilan qisqichbaqalar 100 yilgacha yashaydi. Bu degani o'rtacha qisqichbaqa taxminan 200, 300, balki 400 martagacha o'zini majburlab suvga buktiradi qobig'ini yorish uchun. Va uni qanchalik og'riqli, xavfli va sekin bo'lishini siz tasavvur ham qila olmaysiz. Lekin agar shuni qilmasa, u taxminan o'zi 1 yilga bormasdan o'ladi. Lekin endi bitta qiziq joyi bor bunda. Tadqiqotchilar endi qisqichbaqani oladi va o'sha qisqichbaqaga og'riq qoldiruvchi dori beradi. Va qisqichbaqani qobig'i kengayishdan to'xtagan, lekin organizmi o'sib boryapti. Lekin endi qisqichbaqa o'zini noqulay his qilmaydi va qobig'i kengaymayotganligini bilmaydi. Va organizmlari kengaymayotgan qobiqning ichida siqilib o'ladi. Ya'ni og'riq qoldiruvchi dori qisqichbaqani o'ldiradi, chunki u o'zini noqulay his qilmaydi eski qobig'ini o'zi majburlab yorish uchun. Va endi o'zimizga qaraydigan bo'lsangiz, xuddi shu narsa sodir bo'ladi ko'pchilik odamlar bilan, balki hammamiz bilan sodir bo'ladi. Biz misol uchun kechga uyqungiz kelmaydi yoki meni uyqum kelmaydi kechga, biz nega bunaqa deb turib sababini qidirmaymiz va o'sha sababni topib shuni yetishni o'rniga uyqu dori ichamiz misol uchun. Yoki siz bilan meni boshim og'riydi, nega bunaqa ekan deb turib biz buni sababini qidirib, deylik, o'sha sababni yengishni o'rniga do'konga boramiz, bosh og'rig'i dori ichamiz. Xuddi va sekin-sekin o'zimizni o'ldirib boraveramiz. Birinchi men mana shu tadqiqotga qaraganimda, birinchi mana shu narsa ko'z oldimga keldi. Qaram, demak har doim ham dori ichish to'g'ri emas. Ba'zida o'sha dori bizni o'ldirayotgan bo'lishi mumkin degan narsani o'yladim. Lekin keyin bundan ham muhimroq narsani o'yladim. Bundan ham muhimroq narsa gap dorida emas. Gap bizda xuddi qisqichbaqani eski qobig'i qanchalik bosib rivojlanishdan, o'sishdan to'xtatib turganidek, hayotimizda bizni ham o'sishdan, yangi narsalarga erishishdan, balki o'zimiz xohlagan hayotda yashashdan to'xtatib turgan qobiqlar bo'ladi. Lekin biz xuddi qisqichbaqaga berilgan og'riq qoldiruvchi doridek o'zimizga har xil dorilar beramiz. Video o'yinlar, kinolar, telefonga o'xshagan. Deylik, hayotingizda bitta muammo bo'ladi, jiddiy muammo. Yoki hayotimizda o'zi muammodir, to'liqligicha. Lekin birorta ham muammo haqida o'ylamaysiz.
uni o'rniga olamiz telefonni, misol uchun bor e'tiborimizni telefonga qaratamiz. Shunda chalg'iymiz o'zimizni noqulay his qilmaslik uchun. Lekin har doim insonning psixologiyasida buni o'zlaringiz ham yaxshi bilsalaringiz kerak, fight or flight response bor. Bu nima degani desangiz, inson qachon bo'lmasin noqulay holatga tushsa, o'zini yomon his qilsa, u yoki qarshi urushadi, qarshi kurashadi, yoki o'sha holatni tark etadi. Misol uchun, kimdir sizni hozir misol uchun ushlab urmoqchi bo'lsa, yoki kimdir sizga yomon gapirayotgan bo'lsa, kimdir sizga tazyiq o'tkazayotgan bo'lsa, siz yoki qarshi urushasiz, o'zingizni himoya qilasiz, qarshi kurashasiz o'sha odamga nisbatan, yoki u joydan ketasiz. Yoki bo'lmasam siz cho'kayotgan bo'lsangiz. Tasavvur qiling, siz cho'kyapsiz, misol uchun, suvga cho'kib ketyapsiz. Sizda ikkita tanlov bor. Yoki qarshi kurashasiz, suzishga harakat qilasiz, yoki nimadir qilib suvdan chiqasiz. Har safar biz noqulay holatga duch kelsak, yoki qarshi kurashish, yoki o'sha narsadan qochishni o'ylaymiz. Faqatgina o'zimizni noqulay his qilganimizda o'sha ikkita tanlov bor. Lekin endi agar siz o'zingizda qaysidir dorilar orqali, dori deganda men jismoniy dorini nazarda tutganim yo'qman, boya aytgan narsam, o'zimizni chalg'itadigan narsa o'sha noqulaylikdan. O'zingizni chalg'itadigan bo'lsangiz, siz birinchidan hali noqulay holatda ekanligingizni ham his qilmaysiz. Natijada o'sha holatga qarshi kurashish ham, hatto o'sha holatdan qochishni ham o'ylamaysiz. Shunchaki xuddi bir qisqichbaqa o'zini eski qobig'idan chiqishni xohlamasdan, sekin-sekin og'riqni his qilmasdan o'lganidek, siz ham sekin-sekin og'riqni his qilmaysiz. O'zingizni noqulay his qilmaysiz, lekin sekin-sekin o'lib boraverasiz. Bu narsani hayotimizda har bir jihatda ko'rishingiz mumkin. Misol uchun, universitet o'quvchilarini olib qarang. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik yoshlar universitetga misol uchun kirishadi va universitet ajoyib narsa. Ko'proq ish imkoniyatlarini topishingizga yordam beradi, yaxshiroq ish topishingizga, hatto o'z ustingizda ishlashingizga, chunki haqiqatda zo'r professorlar bor, imkoniyatlar zo'r. Lekin o'rtacha o'quvchi bizda universitetga kiradi, o'z ustida ishlash uchun emas, shunchaki diplom olish uchun. Va hozirgi kunda universitetga kiriladi, bola universitetga kirdi. Qaraydi, xususiy universitetga kirdi yoki bo'lmasa super kontraktga boshqa narsa orqali oddiy boshqa universitetga kiradi, davlat universitetiga. Va universitetda o'qiydi. Va qaraydi, atrofiga qarasa, yaqinda bitta Eshmataka universitetini bitirdi, lekin ish topa olgani yo'q. Ichidan bir o'ylab qo'yadi, to'xta deydi. Men ham shu sohada o'qiyapman. O'sha bola mana shu sohani tugatdi, lekin hali ish topgani yo'q. Biroz o'ylaydi, o'zini noqulay his qiladi. Balki universitet foydasi bo'lmay qolsa-chi meni diplomni o'zini degan narsa sal o'tkazachidan, lekin o'zini noqulay his qilishni xohlamaganligi uchun o'zini chalg'itadi nimadir orqali. Xoh o'sha boya aytgan narsam, YouTube'ga kirib video ko'rib, xoh Instagram orqali boshqa qilish mumkin. Xoh video o'ynash, nimadir qilib o'zini chalg'itadi. Oradan 1 yil o'ta, oradan 2 yil o'ta, oradan 3 yil, oradan 4 yil. Endi u ishni bitiradi. Va endi rostdan ham o'z ustida ishlamadi. O'zini sohasini yaxshi yutuq tushunib olgani yo'q, mahoratini oshirgani yo'q. Uchun ham albatta ish topa olmaydi, katta ehtimol bilan o'rtacha yo'nalishni bitirgan bola. Lekin endi kech. Va xuddi mana shu narsani siz hayotingizda har bir jihatda ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun, munosabatlarda ingliz tilida zo'r quote bor. Deylik, birorta bir jo'rangiz, duganangiz, do'stlaringizga nisbatan, oila a'zolaringizga nisbatan xohlagan, demak, odam bilan qaysidir munosabatda bo'lamiz-ku. O'sha munosabatlarga nisbatan ingliz tilida bir quote bor. You have to fight to avoid fighting degan. Sen urushishing kerak, urushdan qochish uchun. Sen urushishing kerak, urushni oldini olishing uchun. Ya'ni sizda biror bir do'stingiz, jo'rangiz yo boshqa narsangiz, yoki yaqin bir oila a'zongiz, akangiz, ukangiz, hatto farzandingiz, yoki turmush o'rtog'ingiz, yoki boshqa odam bo'lishi mumkin. Siz kelajakdagi urushlarni oldini olishingiz uchun hozir ular bilan urushishingiz kerak degan gap bor. Hozir muammolarni hozir bartaraf qilishingiz kerak, ertaga o'sha muammolarga duch kelmaslik uchun degan gap bor. Lekin hatto bu holatda ham biz o'zimizni noqulay his qilganimizda, qarab deylik, qandaydir munosabatlarda yo boshqa shaxsiy hayotda yoki kasbiy hayotda yoki umuman boshqa joyda bir muammoga duch kelganimizda o'zimizni ko'p noqulay his qilib turishni xohlamaymiz. Xuddi bitta
qisqichbaqa o'zini majburlab suvga buktirib, eski qobig'ini sindirganidek o'sha azobni boshdan kechirishni xohlamaymiz. Biz ham o'zimizni ma'lum bir qiyinchilik, mehnat nimalargadir buktirib, eski qobiqlarimizni ichidan chiqib ketishni xohlamaymiz. Uni o'rniga o'zimizni noqulay his qilmaslik uchun chalg'itamiz, ovunamiz, nimadir qilamiz. Lekin keyin kech bo'ladi. Ich-ichimizdan o'zimizni o'ldirib boraveramiz. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lgan narsa, men xuddi mana shu tadqiqotlar orqali, deylik, aynan ertalab turib soat 5 da sayr qilish yoki badan tarbiya qilish yoki bo'lmasam ovqatlashdan oldin nimadir qilish degan narsani o'rganman. Lekin bizda har doim ikkita tanlov borligini o'rgandim. Yoki siz fight, urushishingiz mumkin. Hozirgi holatingizga qarshi chiqishingiz mumkin yoki flight, bu holatni tark etishingiz mumkin. Lekin bundan ham muhimroq o'rgangan narsam, biz mana shu ikkalasini ham qilmasdan ma'lum bir dorilar orqali, ma'lum bir chalg'itadigan narsalar orqali o'zimizni ovutar ekanmiz. Natijada xuddi bir qisqichbaqa sekin-sekin ich-ichidan o'zini bilmasdan o'ldirib boravergani kabi biz ham o'zimizni o'ldirib boraverar ekanmiz. Va bu juda qiziq. Shunaqa. Salomat, deylik-ku. Sog'ingizlar. Qisqichbaqalar deydimi?